Muhandis Xilfi, Alloh nazdida Ramazon kunlaridan ham yaxshiroq kunlar bormi? Ha. Payg'ambar Muhammad Zulhijja oyining dastlabki 10 kuni haqida shunday deganlar. Payg'ambar Muhammad bu 10 kundan ko'ra solih amallar Allohga eng sevimli kunlar yo'q dedilar. Shunday qilib, butun yil davomida Alloh nazdida Zulhijja oyining dastlabki 10 kunidan, hatto Ramazonning o'zidan ham yaxshiroq kunlar yo'q. Subhanalloh. Hatto hamrohlar ham hayratda qolishdi. Ular, ey Allohning elchisi, Alloh yo'lida jihad qilish ham emasmi, dedilar. Albatta sahobalar islomning choqqisi nima ekanligini bilishardi. Jihad. Islomdagi eng oliy narsa jihoddir. To'g'ri. Shuning uchun sahobalar undan, hozirgi kunda solih amal ham Alloh yo'lida jihad qilishdan afzalmi, deb so'rashdi. U zot unga sollallohu alayhi va sallam, Alloh yo'lida jihad qilish ham emas, dedilar. Demak, Zulhijja oyining dastlabki 10 kunligidagi yaxshi amallar jihoddan, hatto Alloh yo'lida jihad qilishdan ham afzaldir. Bundan tashqari, bundan ham yaxshiroq narsa bor. Nimadan tashqari? Faqat Alloh yo'lida jihad qilish uchun chiqqan bir kishi bundan mustasno. Faqat joni va mol-mulkini sotib olib, hech narsa qaytarmagan odamdan boshqa.